Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to the High Language Training Center English Alphabet Video Classroom. And today we will also learn International Phonetic Alphabet. Okay, sağlaştı yaxşımızlar. And bugün mü o'xshashdan shu xalqaro tovush belgisini davomli o'rganmoqchi. Andaqda tunugunki shu ishga tongue twistersni tilqa ayirishmashqini qaysinglar qildinglar. Ondan keyin biz hozir bugun shuni e'lon qilmoqchi. Yana davomli avassan bo'ladi. Shularning qanday sanlar eng yaxshi tanlab mukofotni yo'llab beramiz. Okay? Endi bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz qaysi desanlar? Okay, shiktavish. Bu ko'pincha harfi bu shu talaffuz qilganda, bu talaffuz qilganda og'zimiz 90 gradus. 90 gradusni cho'ng ichiladi. Qizlar boshaqdamishmi? Okay. Okay, nayt ağzımız çoğun için ama. Mesela birinci söz qarab qo'yinglar. Bu nima ekan? Bag. Okay, b g. Shunami? Bag. Okay. Bag. Ağzımni cho'ng ichilganini ko'rgansizlar. Qo'rqmay, ağzingni jitlab ketmaydi. Elastiklik yaxshi, ha? Bag. Shunga hijilolmay, cho'ng ichilma. Bag. Nayt yaxshi. Nima? Bag. Okay, bag deganimiz sumka. Shunami? Ammo ikkinchisi o'zini talaffuz qilib qo'yganlar, birinchisi ustinki tishlarimiz, omoq tishlarimiz ostinki limimizda azroq tishlaydi. Ko'rdingmi? Fan. All right. Fan. Okay, fan deganimiz ko'rib turibsizlar, shamol turuvchimi? Birinchisi nima ekan? Bag. Ikkinchisi fan. Okay, and agish beringlar. Bag. Okay, fan degandek. Endi mana shu. Qaranglar, birinchisi g. Shunami? Nima bo'ldi? Glass. All right? Glass. Okay, endi glass deganimiz nima? Aynak. Aynak. Ama shu ko'z aynakning aynakmi shu o'sha glass. Buni nima deymiz? Glasses. Okay, glasses. Okay, endi keyingisi yana birisi bu nima? Hat. Okay, nima bo'ldi? Hat. All right. Hat, glass. Keyingisi bag. Yani fan. Okay, good. Endi ma'nolar qo'shmoq yana bir tovush va jiq savolashlar aralashtirib olamiz. Endi buningki shu harflari mo'sh talaffuz bo'yicha qildik. Bu nima? Ağzımız 45 gradus tarafda. Kichikroq ma talaffuz sal og'zimizdan oldi tarafda. Yana birisi sal keyinroq talaffuz qilindi. Bu nima? Okay, nima? Qisqa. Okay, nima? Bed. Bed. Hargiz bad deb og'zimiz yo'g'on asab olmaydi. Bed. Okay, bed deganimiz nima? Karvat. Endi keyingisi kettle. Okay, keyingisi nima? Kettle. Deb beringlar. Kettle. Yaxshi. Kettle. Bed. Okay. Bed. Keyingisi nima? Kettle. Amsa o bir qur, ikki qur bu so'zlarni talaffuz qilib boqaylik. Qaranglar. Birinchisi ana bag. Big. Bag. Big. Hat. Head. Bad. Bed. Apple. Egg. Pan. Pen. Oddiy esa mesela bu talaffuzda ma'no jihati tubdan o'xshamaydi. Bag deganimiz so'mka, big. Big deganimiz nima? Tilimak. Masalan, tilamchini bagger deymiz-ku. Shu bag deganimiz nima? Tilimak. Hat. Hat deganimiz bu beshimiz kiydigan shlapa. Head degancha bosh. Shu beshimizni nima deymiz? Head deymiz.
bad deganimiz sal hamda ma'usal so'zabroq talaffuz qilinadi. Bad. Shunday eski, masalan bad boy, oy eski o'g'il bola degandek. Va keyingisi egg. Oh sorry, bed. Karvat degan gap. Demak, hamda mushada hamda ma'noni aytdi, cho'ng farq qilyapti-ku. Sho'ng bo'shini xato talaffuz qilib qo'ysanglar. Sizlarniki talaffuzing yaxshi chiqmaydi. Sho'ng bo'lib mush oldirki, 4 taraf in time, 4 tovush in time, mo'ymi? Mana nima? Bag. Big. Hat. Head. Bad. Bid. Apple. Egg. Pan. Pen. Okay. Yana bir agish bo'lgan, bag. Big. Hat. Head. Bad. Bid. Apple. Egg. Pan. Pen. Nayt yaxshi. Xo'sh, endi mushu bilan munosabatlik mushu tongue twisters, til qayrishmash qilamiz. Mushdan qarab qo'yamiz, Allohlar nima? Can you can as can All right. Endi bu yerga birinchisi. Bu nima? Can. Can'ni ish qilmaymiz. Birinchisi konserva. Ko'rdim men rasmlarga har xil, masalan, ichimliklarningki va yoki masalan, har xil murabba, bu narsaniki konservasi. Shu konservani deymiz, can deymiz. Endi yana birisi can degan qilolmak, lalamak degan gap. Masalan, I can speak English. Men ingliz so'zlay olaman. Shunaqa? I can drive. Men mashina hayday olaman. Qilalayman, lalayman. Shunaqa? Endi can you lalamsiz, can deganimiz ham ismi bo'la oladi, fe'l bo'ladi. Fe'l bo'lganda ana konservaga, konstruktsiya bir narsa konservalash yo konserva qachilash degan gap. Okay. Demakchi can you can siz qila olamsiz nimani? Bir konservani konserva qutisi qachilay olamsiz. As dak tak. Endi bu yerga deganimiz bir tal degan gap, buni nima? Keyingi o'rganmoqchi bo'lgan tavishimiz yoki shunaqa harfi bu hamda. A canner bir konserva ustisi yo konservachi can qila olgandek can bir konservani bir konserva ustisi qachilay olgandek shuning demakchi bir konserva ustisi bir konserva ustisi qachilay olgandek siz shu konservani konserva ustisi qachilay olasiz. Okay, bu ma'no muhim emas. Endi mishariki o'qish muhim. Qaranglar. Can you can as o'xshashdanmi? As emas shumi? As a canner can. Okay. Qaranglar. Can you can as a canner can? Qayta. Can you can as a canner can? As a canner can? Oh. Can you qila olamsiz shunami? Can konservatsiya qachilay olamsiz. A can bir konservani as xuddi go'yoki dak shunami? A canner can. Xuddi bir konservatsiya can qila olgandek can konservatsiya qachilab bir konservani. Can you can as a canner can? Can you can as a canner can? As a canner can degandek. Eng oxirgi bir qatam. Can you can as a canner can? All right. Keyingisi qaranglar. Bu jo'disanglar hen deb o'qisa qolmaydi. Hen qisqalama. Hen. Yaxshi. Hen degan mekyan degan gap. Mekyan. Tishi to'xa. To'xaning tishisini hen deymiz. Ammo-ku sent. Okay. Sent deganimiz send oxirma tin o'rnida deba yo'llamak, avatmak degandan o'tkazilgan shakli. Sent yo'llamak, nima? Avatmak. Mana pen. Okay, and the pen deganimiz qalam shundami? Endi qaranglar. And sent
Andy 10 hands and Andy sent and 10 hand. Oh, 10 pence. deydi. Nima deydi? And ağzını yoğun açırğana. And degan adamning ismi, qizi bolaning ismi. And sent yo'lladi. Andy o'g'il bolaning ismi. Andy ismli o'g'il bola 10 hands. Demak, Andyga 10 million avatdi. Demakchi pochtadan ya bir narsa birsidan avatdi. And hamda degan gap ha, mishara. Andy sent, okay, sent avatdi. And Andy Anga avatdi 10 pence. 10 qalamni. Andyga 10 million avatdi. Andy Anga 10 qalam avatdi. Tushunami? Mushin tarafsiz qilsanglar, ma abayqi ikki tovush night o'lchamni ko'rgangan bo'lsizlar, qaranglar. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Yaxshi. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 pence. Yana bir qator. And sent Andy 10 hands. And Andy sent and 10 pence. Okay. And oxirgi katama. And sent Andy 10 hands and Andy sent and 10 pence. All right. Mana bo'ldi. Bu tugray valla. Endi bugungi mazmun mushagicha bo'lsin. Sizlar degandek bizning appninki shu inkos qaytarish iqtidori orqali va bizningki salonni qatib qaysi birisi qulaysiz bo'lsa shu ikkisi tanlash bo'lib, shuni avvalsanglar bizning sin darslar sizlarni kutmoqda. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.